Bir kishi mashhur donishmandning huzuriga kelib, undan so'rabdi: "Ustoz, sizdan bir narsani bilib olmoqchi edim. Odamning nechta do'sti bo'lishi kerak? 100 tillang bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lmasin degan maqolni eshitib qoldim. Lekin agar ataylab do'st qidiradigan bo'lsam, ishlarim o'ngidan kelishiga ishonmayman. Axir qarshingizdagi odam aslida qanaqaligini bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari u chinakam do'st bo'lishiga loyiqmi, yo'qmi? Buni ham oldindan aytish qiyin. Uning ustiga o'zimning ham boshqalarga qay darajada do'st bo'la olishim aniq emas. Savolingga javob beraman. To'g'rirog'i javobni o'zing topasan", debdi donishmand. "U anavi olma daraxtini ko'ryapsanmi? U dunyodagi eng baland olma og'ochlaridan biri. Borib o'sha daraxtning eng uchidagi mevalardan menga terib kel." Odam o'sha tarafga qarab, daraxtning yuksak shoxlarida tovlanib turgan olmalarni ko'ribdi va lekin taqsir, daraxt haqiqatdan ham juda baland ekan. Mevalarni qanday qilib uzib olaman, debdi. "Birorta do'stingni chaqir, birgalashib olasizlar", deb yo'l yo'ra ko'rsatibdi donishmand. Haligi kishi bir do'stini topib kelibdi. O'rtog'i uning yelkasiga chiqibdi, lekin mevalarga qo'li yetmabdi. "Yo'q, bunaqada hech narsaga erishib bo'lmaydi", debdi asabiylashib do'st eslovchi. "Nima balo, boshqa umuman do'sting yo'qmi?" debdi kulib donishmand. Boyaqish boshqa do'stlarini ham chaqirib, ancha-muncha odam yig'ibdi. Ular bir-birlarining yelkalariga mingancha terlab pishib yuqoriga intilishibdi. Biroq bu jonli havoza olmagacha yetib bormabdi. Holdan to'ygan odamlarning oyoqlari ham toyibdi. Hamma yerga gursillab tushibdi. Bu ishlarni kuzatib turgan donishmand haligi kishini yoniga chaqiribdi va so'rabdi: "Odamga nechta haqiqiy do'st kerakligini tushungandirsan?" "Ha, taqsir, tushundim", debdi u lat yegan yelkasini uqalagancha. "Juda ko'p do'st kerak ekan. Ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Har qanday muammoni ko'plashib hal qilish mumkin." Donishmand afsus bilan bosh chayqabdi. "To'g'ri, do'stlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin miyasiga narvon olib kelish fikriga keladigan bittagina farosatli do'sting bo'lsa, undan-da yaxshi."